Biz syomka jarayoniga tayyorgarlik. Hozir Space'da. Space'imizni. Mana bu yerda hozir bitta obyekt bo'ladi. Restman. Orqadan syomka qilmoqchimiz. Kuxnyani qaranglar. Uncha restoranlarni позволять qila olmaydigan kuxnyasida bu. Sharoit bomba. Раздачный zona, полный контроль ololiydi. Плита позitsiyani ham, также фритюрница, также tepan pozitsiyani ham. Mana shu yerda подряд 3 ta pozitsiya ketgan, полный uchalasini bitta liniyada kuzatib oladi. Shundoq konveyер bo'lib chiqib mana yerga keladi. Подогревочный stol. Bundan уже дальше официантlar chiqib ketadi. Mana kuxnya. Har bittasini o'zini холодильниклari markirovkalarigacha четкий, в идеале. Также вот vakuumda hammasi saqlanadi. To'g'risidan bu простой emasda. Hammasi завакуумированный, hammasi свежий. Также maslalari ham hammasi четкий. Bu har kuni kunlik almashtiriladigan narsa qilishdi. Tozalikka o'ziga bitta aytib qo'yasizlar. Hammasi sushi joy-joyida. Yo'q, уже отдельная тема, bu заготовочный цех. Bu yerda абсолютно tayyor bo'lgan заготовкаlar, souslar fasovka qilingan bo'ladi. Даже hammasi прям ishlashga maksimal moslashtiriladigan zona. Bu yoq sushi bar, то есть kimbap. O'zini texnologik kartasi o'ziga moslashtirib qo'yilgan. Mana katta g'alvos taylar bardagini chiqarib turmasdan